Trigonometrik tengsizlikka taalluqli bo'lgan test tangens x kichkina 4 tengsizlikning 0 u 3 pi oralikqa tegishli barcha yechimlarini toping. Test yechishga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz yarim aylanada, ya'ni tangens x ning 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa, x ning qiymatini yozib olishimiz kerak. Yarim aylanada yozishimiz kerak. Ya'ni bu arctangens 4 bo'ladi. Mana arctangens 4 ni o'rniga qo'ysak, 4 chiqadi bu. Yarim aylanda tasvirlab olganimizdan keyin javob mana bu oraliq bo'ladimi? Bu oraliq bo'ladimi? Aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni tangens qiymati bitta minus pi taqsim 2 dan 0 gacha manfiy bo'ladi. 4 dan kichkina bo'lishi aniq. 0 da ham 4 dan kichkina bo'ladi. Tangens 0 ga teng. Pi taqsim 2 ni qo'ysak plus cheksizlik chiqadi. Aniqlanmagan minus pi taqsim 2 ni qo'ysak minus cheksizlik bo'ladi. Demak, mana bu oraliqda, ya'ni tangens 0 qo'yamizmi, 45 gradus qo'yamizmi, minus 30 gradus qo'yamiz x o'rniga 4 dan kichkina chiqadi. Demak, javobimiz mana bu oraliq ekan. Mana. Bu oraliqda tangens qiymati 4 dan katta bo'ladi. Endi yozayotganimizda bu kirmaydi, chunki aniqlanmagan. Bu qism bo'lganda bu ham kirmasdi. Yozayotganimiz minus pi taqsim 2 dan arctangens 4 gacha, ya'ni x'imiz minus pi taqsim 2 davrini qo'shaylik, plus pi n katta x'imiz, ya'ni bu ham bundan ham bu kichkina. Xo'p, arctangens 4 plus pi n davrini qo'shib yozdim birdaniga. Mana shu oraliqda bo'lsa x ning qiymati, tangens x ning qiymati 4 dan kichkina bo'lar ekan. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana shu umumiy javobdan 0,3 pi ga taalluqli bo'lgan oraliqlarni ajratib olishimiz kerak. Test yechishni davom etamiz. Tangens x kichkina 4 ni yechimini topdik. Endi bu yechimni 0,3 pi oraliqqa tegishlilarni ajratib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilaman? 0,3 pi ni o'zini son o'qiga qo'yib qo'yaman. 0 kiradi. 3 pi kiradi. Ana shu oraliq. Oraliqlarni bo'lib chiqaman endi. Xo'p, 3 ga bo'lsam pi 2 pi bo'ladi. Aniqlashtirish uchun da bu pi taqsim 2 bo'ladi endi bu. 3 pi taqsim 2. Bu 5 pi taqsim 2. En butun sonligini esdan chiqarmasligimiz kerak bu yerda. Endi n ning qiymatiga o'rniga qiymatlarni beramiz. Shu oraliqqa taalluqlisini ajratib olish uchun. N o'rniga 0 bersam hozir men minus pi taqsim 2 dan x'imiz arctangens 4 gacha bo'ladi. Minus pi taqsim 2 miz bitta oraliqdan chiqib ketadi. Arctangens 4 imiz pi taqsim 2 dan kichkinaroq bo'ladi. Ya'ni kichkina qiymat hisoblanadi. Ya'ni bu yerda hozir mana bundoq bo'ladi. Minus pi taqsim 2 miz 0 dan u yoqqa ketdi. Mana bittasi chiqdi. Bu enga 0 berganimiz deydi. Enga 1 beraylik endi. Enga 1 bersak, minus pi taqsim 2 plus pi taqsim 2 bo'ladi. X 1 bersa arctangens 4 plus pi. Ya'ni arctangens 4 plus pi. Pi taqsim 2 dan arctangens 4 plus pi imiz 3 pi taqsim 2 ga yaqin chiqadi. Mana keyingi oraliq. Bu n 1 bo'lganda. Endi n o'rniga 2 bersak, minus pi taqsim 2 plus 2 pi imiz 3 pi taqsim 2 chiqadi. Bize n'ga 2 beryapmiz. 2 pi plus arctangens 4 bo'ladi. Yoki arctangens 4 plus 2 pi. Ya'ni 3 pi taqsim 2 dan arctangens 4 plus 2 pi imiz 5 pi taqsim 2 ga yaqinroq chiqadi. Mana. Bo'ldi bu. Bu n 2 bo'lganda edi. N o'rniga 3 bersak, 3 pi bo'ladi. Pi taqsim 2 ni olsak 2,5 pi bo'ladi. Ya'ni 5 pi taqsim 2 bo'ladi. X'imiz kichkina ekan, keyingisi arctangens 4 plus 3 pi bo'ladi. Endi 5 pi taqsim 2 imiz mana bu yerda. Arctangens 4 plus 3 pi imiz 3 pidan chiqib ketadi tashqariga. Demak, berilgan tengsizligimizning 0 va 3 pi oralig'idagi yechimlar 0 dan arctangens 4 gacha. 4 gacha mana yozib qo'yilgan. Pi taqsim 2 dan arctangens 4 plus pi gacha. 3 pi taqsim 2 dan arctangens 4 plus 2 pi gacha. 5 pi taqsim 2 dan 3 pi gacha bo'lar ekan. Bu yerda mana shulardan
bu yerda hozir minus pi taqsim 2 bu yerda 0 qo'yishimiz kerak, chunki chiqib ketgan edi. Shular javob bo'lar ekan. Endi 4 ta javobdan shu javobligini ko'rishimiz kerak. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional 2-qismida olindi.